Assalomu alaykum. Bugungi hayajonli ilk Yakkaxon konsert dasturimizga kelgan hurmatli aziz mehmonlarimiz va muxlislarimiz. Sizlarni bugungi unutilmas kunimizda ko'rganimdan juda ham xursandman. Meni yolg'izlatmaganinglar uchun sizlardan minnatdorman. Sizlarga yaxshi kayfiyat ulashgan holda konsertimizni davom ettiramiz. Marhamat.
boshqa chekka quyularman to'ydan so'ng. Meni tashvishim yemang, uni hatto tushunmang, faqat o'zgargin demang. Onam shunday o'rgatgan, ming xil toplanma degan, sho'xlik yordamdan o'tgan, borim shu nima deysiz? Sog'inaman ko'rgim kelganda, suratingga termulaman ay ay ay, qucholmasligimni bilsam-da. Otam ruxsat bermas ko'chaga, sog'inmasdan ko'rgim kelganda, men ham ko'rgim kelar seni ay ay ay, lekin chiqolmayman yoningga. Bolim bolim labida bolim, qiynamagin oshig'ingni zolim. Jonim jonim o'zimni jonim, bo'lasan-da faqat meni yorim. Bolim bolim labinda bolim, nazlarimga chidaysan-da yorim. Jonim jonim o'zimni jonim, bo'laman-da bir o'zingni yorim. Sog'indim yor, chiqqin ko'chaga, ko'ray deya men keldim. Ro'molimni o'ramayin, kelib siz mehr berdim. Bolim bolim labida bolim, qiynamagin oshig'ingni zolim. Jonim jonim o'zimni jonim, bo'lasan-da faqat meni yorim. Bolim bolim labinda bolim, nazlarimga chidaysan-da yorim. Jonim jonim o'zimni jonim, bo'laman-da bir o'zingni yorim. Zarif Qodirov. Sog' bo'linglar.
Assalomu alaykum. San'atga bee'tibor bo'lmagan aziz qadrdonlar. Assalomu alaykum. Qo'shiqni, musiqani qadr qimmatini yuqori baholovchi aziz muxlislar. Bugungi oqshom qahramoni Lobarxon Zahidovani o'zgacha xos san'atga qadam qo'ygan mana bugun sizlarga oldilariga chiqib imtihon tarzida berayotgan dasturiga labbay deb javob berib tashrif yurgan ekansiz. Qadamingizga ajr va hasanatlar bo'lsin. Ham teatr yo'nalishida, ham estrada yo'nalishida ijod mahsuli bo'lmish Yurakda deb nomlangan dasturga yana bir bor xush kelibsizlar. Endi bu konsertni reklamasida mana ovozim ketdi. Konsertda Vine reklamalarida man tushdi. Xullas kalom, bugungi konsert dasturiga shu yarmimash chap tomondagi muxlislar mana deb kelgan bo'lsanglar, bitta qarsak chalib qo'yinglar. Ana. Rahmat. O'ng tomon, o'ng qo'l saxovat pesha deydi. Ko'p yaxshi ishlar o'ng qo'lda qilinadi. Meni ham ko'raman deganlar bor. Rahmat. Endi mamnun qilamiz. Bugungi dasturimizni qahramoni, latofatli maftunkor bo'lgan Lobarxon Zahidovani muxlislari butun zal qarsak chalamiz. Boringlarga shukr. Endi bugun ajoyib kun. Ko'pchilik aytadi, unaqa bayram, ba'zi birlari bunaqa bayram deydi. Aslida xalqchil tilda olganda bilasizmi bugun qanaqa kun? Qanaqa kun? Bugun shunaqa kunki 25 yoshgacha bo'lgan qizlar sovg'a oladigan kun. Unday bo'lsa, 25 yoshdan 30 yoshgacha turmushga chiqmagan qizlarimizni er kutadigan kuni. 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan kelinlar eridan hech qanaqa sovg'a olmagandan keyin oxiri baribir mayli erimu deb ko'nadigan kun. 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni shu oddiy payshanbadan keyingi juma kuni. 60 dan oshib ketgan onalarimizni yer yutsin, u Yevropalik udumi tur yoqali ishingni qil deydigan kun. Xullas kalom, bugun Lobarxon Zahidovani Yurakda deb nomlangan dasturini barcha muxlislarga taqdim etadigan kuni. Tashakkur. Biz endi qisqa hazillarga ko'chsak. Yo'q, bugungi konsert dasturimizni endi Yurakda deb nomlandik, to'g'rimi? Yurakda deb nomlaganimiz bejizga emas. Chunki sof muhabbat bu albatta yurakning tubida bo'ladi. To'ppa to'g'ri, yurakda bo'ladi. Lekin shu sof muhabbatni o'zi har xil bo'lar ekan. Qanaqa? Masalan, to'ydan oldingi va to'ydan keyingi muhabbat boshqacha bo'lar ekan qizlar. Demak, to'ydan oldingi muhabbat boshqacha, to'ydan keyin to'ppa to'g'ri. Mana qaranglar. Bitta maqol esimga tushdi. To'ydan oldin hamma qiz iboli, xayoli, tartibli, pazanda, ozoda, hammasi zo'r. To'y o'tgandan keyin yomon kelinlar qayerdan chiqib keladi? Hozir mana qaranglar. To'ydan oldin sevgan qizingizga mana shunaqa bayramlarda, tug'ilgan kunlarda nima sovg'a bersang ham rahmat deb uyalib olib qo'yadi. To'g'ri. To'ydan keyin qanaqa sovg'a bersang ham, ana dugonam eri iPhone sovg'a qilibdi, bunisi kurortga bordi deb hech ko'ngli to'lmaydi ularning. To'ydan oldin qayerga sayr qilishgami biron joyga taklif etsang, ko'ngli to'lib, xursand bo'ladi. To'ydan keyin qayerga olib borib sayr qildirsang ham hech ko'ngli to'lmaydi. To'ppa to'g'ri. To'ydan oldin telefonda gaplashayotib, mayli jonim, men ulfatlar bilan bir joyga borib aylanib kelaman desang, "Ha, mayli, yaxshi borib keling" deydi. To'ydan keyin bilasizmi? To'ydan keyin qanaqa bo'ladi? To'ydan keyin endi eshigini ochayotsang, qayerga ketyapsiz? Nimaga? Kim bilan? Qachon kelasiz? Kechikmang, ichmang, chekmang, o'qimang, buqimang, ish qilib pul olib keling deydi. Aslida sen tashqariga chiqib kelayotgan bo'lasan. Endi qarang, shu sevgi muhabbat mavzusidan chetga chiqmagan holda sevgi muhabbat haqida qisqa hazillarga ko'chamiz. Ketdik. Demak, endi sevgi muhabbat yigit bilan qizni orasida bo'ladi. Hozir sahnada ikkita yigit turibmiz. Sal noqulay emasmi? Endi hamma bilib turibdi. Gavdaga qaraganda men qiz bo'laman hozir.
Bo'ldi. Unday bo'lsa, birinchi hazilimiz 14-fevral yosh sevishganlar kinoteatrida eng oxirgi qatorda. Zerikib ketdim. Nimaga zerikasan? Bo'lmaydigan kino ekan. Voy, bo'ladi, yaxshi kino. Boshqa joyga borib aylansak bo'lardi. Voy, qayerga borasan? Hozir kino tugasin, boramiz. Siz meni hech qachon tushunmaysiz, hech qachon nima xohlashimni bilmaysiz. Sen men nima xohlayotganimni bilasanmi? Kanishda bilaman. Nega unda qilmaysan? Uyatsiz! Boya sevishganlar kinoteatrdan chiqdi, endi parkda ketyapti. Eral aka, Au. to'g'risini ayting, meni rostdan yaxshi ko'rasizmi? Ha? Aldayapsiz. Voy, nimaga aldayapman? Sevaman. To'ydan keyin ham yaxshi ko'rasizmi? Voy, to'ydan keyin ham yaxshi ko'raman. 10 yildan keyin ham yaxshi ko'rasizmi? 10 yildan keyin. 20 yildan keyin ham yaxshi. 20, 30, 40, 50 yaxshi ko'raman. Voy, kampir bo'lib qolganimda ham yaxshi ko'raverasizmi? Ha, kampir bo'lsa, qal kulchi. Ha, tishlaring shunday bo'lsa yaxshi ko'raman. Aldayapsiz. Ishonmayman. Voy, nimaga ishonmaysan? Isbotlang. Voy, qanday isbotlayman? Mana men hozirgi kunda xotinimni qanday yaxshi ko'rsam, seni ham xuddi shunday yaxshi ko'raman. Xotin family. Ana boyagi sevishganlar turmush qurdi, eri uyga keldi. Xotin, Ha? meni kiyimlarimni tayyorla. 3 oyga qo'shni davlatga komandirovkaga ketyapman. Qayoqqa? Qo'shni davlatga, chet elga. Ha, xo'p, yaxshi borib keling. To'xta, bitta savol bor. Ha. Shu men 3 oy komandirovkada yurgan paytimda Ha. menga xiyonat qilasanmi, yo'qmi? Siz joydami sizni? O'libmanmi sizga xiyonat qilib? Nima deyapsiz? Voy, o'zimni yaxshi ko'rgan xotinim. Agar senga bir $500 bersa-chi? Pulingiz boshingizda qolsin, xo'pmi? Nima bu gapingiz? Kim deb olyapsiz men? Voy, bo'ldi. O'zim ishongan xotinim. Boranali xotin $1000 bersa-chi? Vapcha kerak emas. Hali ham menga ishonmas ekansizmi? Ishonaman. Endi mana qara, $10,000 bersa-chi, $10,000. O'chiring bo'ldi. Boshqa yolg'on gapira olmayman. Davom etamiz. Eri komandirovkadan keldi, dasturxon ustida. Qanaqa? Nima edi? Nima bo'ldi? Nima? Zerikyapsanmi? Ha, zerikyapman. Anaqayu sizda mana qarang, bayram yaqinlashyapti-da. Vapshi qo'pol sizda romantik yetishmaydi-da sizda. Qanaqa romantika? Buni oila bo'lgandan keyin romantika bo'lish kerak er-xotinning o'rtasida. To'g'ri, romantika bo'lish kerak. Endi men nima Layli Majnunga o'xshab, hech bo'lmasa Romeo Julyettaga o'xshagan romantikamiz yo'q bizdan. Romantika deysanmi? Kitobdagiday. Ha, Romeo Julyettagiday. Romeo Julyetta. Voy, unday bo'lsa sen zahar ichib o'l. Voy! Xo'p, chiqish so'ngida biz sizlarga to'g'riroq aytganda oshufta qalblar uchun 4 satr sevgi qatorlarini taqdim qilamiz. Visol sari talpinib, xumor yuraklar. Muhabbatni bilarmi bedor yuraklar? Sevilsin u, sevolsin bir bor yuraklar. Chin sevgisin aylasin izhor yuraklar. Muhabbatning torlari soz bo'lgani soz. Visol ayyomlardan ketmay bahor yoz. Gulday chiroy taratsin odob ila noz. Chin sevgisin aylasin izhor yuraklar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sevgini, muhabbatni boshidan qaytaraman. Barchaga ma'lumki, bu dunyo sevgi va muhabbatdan iboratdir.
kimdir bir ko'rishdi. Kimlardir nigohlari bir necha bor to'qnashgandan so'ng ko'ngil qo'yadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sevgini, muhabbatni saqlab qolish muhimdir. Qizil gulchaga kimdan bu gul izlasam uni, bir yigit turar u yoqda kulib. Ye, Sobirjon. Qalaysiz, o'rtoq? Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Ota-ona yaxshimi? Xotin bola chakan yaxshimi? Nechta? 4 ta bo'lganmidi? Uzr, xalaqit bergan bo'lsam mayli. Salom ayt. Choyxonada ko'rishamiz. Xotiningga salom ayt. Xalaqit bermading unda. Tushunmadim. Tushunmasangiz men sizga hozir tushuntirib beraman. Bilasizmi? Men sizni qo'shiqlaringizni yaxshi ko'raman. Konsert berayotganingizni eshitib, guldastalar olib keldim. Gullar yoqdimi? Men aslida gulchiman. Ha, xotinim bor, 4 ta bolam bor. Nima? Unday bo'lsa, bu gullardan xotiningizga olib boring. Tushunarlimi? Oling.
ham derdim. Mana, o'zinglar ham ko'rib turibsizlar. Bunday bevafolar deyarli har qadamda bor. Bir emas, bir necha bor to'qnashingiz hech gap emas ekan. Ozorlarga dil to'lib ketdi, bevafo yuragim yo'lib ketdi. Armonlarga botgan bu ishqi bilan sog'inchlarga mani ko'mib ketdi. O'zi zarra unda insof bormi? Yosh shunchalar uni ko'ngli tormi? Ne qilay bila turib voz kecholmadim. Tanlay sog'inch yoki g'ururmi? Yuragimni sen o'yding, bevafoyim. Qaranay kuyga solding, bedavoyim. Yoki ayt yuzimga mani ne xatoyim. Seni doim sevgan bo'lsam doim. Yuragimni sen o'yding, bevafoyim. Qaranay kuyga solding, bedavoyim. Yoki ayt yuzimga mani ne xatoyim. Seni doim sevgan bo'lsam doim. Sensiz qarani kunlarni ko'rdim, ne alamlar yutsam yutar bo'ldim. Necha tunlar uyquni bilmay, oxir bora bunga ko'ndim. O'zi zarra senda insof bormi? Yosh shunchalar sening ko'ngling tormi? Ne qilay bilib turib voz kecholmadim. Tanlay sog'inch yoki g'ururmi? Yuragimni sen o'yding, bevafoyim. Qaranay kuyga solding, bedavoyim. Yoki ayt yuzimga mani ne xatoyim. Seni doim sevgan bo'lsam doim. Yuragimni sen o'yding, bevafoyim. Qaranay kuyga solding, bedavoyim. Yoki ayt yuzimga mani ne xatoyim. Seni doim sevgan bo'lsam doim. Rahmat. Yolg'onlar fosh bo'lgach, ishonch yo'qoladi. Ishonch yo'qolgach, munosabatlar to'xtaydi. Munosabatlar to'xtagach, inson avval o'zgani, keyin esa o'zini ayblay boshlaydi. Bu ayblovlar dardga, dardli qo'shiqqa aylanadi. Alvido deb ortga qaytdim, osmonlarga dardim
Senda mu ayb, menda mu ayb. Qaniydi qalb suymasaydi, sevgi nima bilmasaydi, yurak sen deb urmasaydi. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu ayb. Bu sevgi dilimni oyda, azorlardan bo'ldi to'ydi. Ko'zlar uyqu bilmay qo'ydi. Senda mu ayb, menda mu ayb. Nahot yurak ko'nolmaydi, sensizlikka chidolmaydi. Buni hech tan olmaydi. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu ayb. Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb, menda mu. Konsertimiz sizlarga yoqyaptimi? Sinaldikmi bardosh bilan, qoldik alam ko'z yosh bilan. To'rt devorim sirdosh bilan. Senda mu ayb. Rahmat onajon. Koreyadan kelgan sovg'a salomlar uchun juda ham minnatdorman. Aqida poyimizga albatta salomlaringizni aytib qo'yasiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Qorabuloq diyoridan kelgan akalarimiz, minnatdormiz. Tashrifinglar uchun juda ham xursandman. Bugungi hozirgi blogimiz teatralniy bo'lib ketyapti. Boya vidusha akalarimiz aytgandek, hozir juda ham zo'r rollarni sizlarga ijro etib beramiz. Qo'shiqlardan alohida. Odam atodan qolgan udim bor ekan. To'ydan oldin sevgi izhor qilayotgan yigit o'zi soqov bo'lsa ham qizning oldida bulbulga o'xshab sayrab turar ekan. Lekin qizga bergan va'dalarini, aytganlarini tezda unutib qo'yar ekan. Izhori dilni tinglayotgan qiz esa yigitning oldida hayajondan soqovga aylanib qolar ekan. Lekin yigitning bergan va'dalarini, aytganlarini hech qachon unutmas ekan. Xotin, bugun yana qimorda yutqazib qo'ydim. Hozir sizga choy qo'yib kelaman. O'tir. Dadamdan men so'ragan pullarni oldingmi? Yo'q, Nega? o'tgan safar ham doktorga pul kerak deb yolg'on gapirib bergandim-ku. Bu safar unday qila olmayman. Qanaqa xotinsan? Kerak bo'lsa, yana yolg'on gapirasan, tushundingmi? Qo'ndiq aka, iltimos, o'sha harom ishlaringizni qo'ying. Hali meni ishlarim senga harom bo'lib qoldimi, ha? Iltimos, meni urmang. Bo'lmasam, dadamdan men so'ragan pullarni nega olmading-a? Iltimos, menga bu haromni tiqmang. Yana harom deydi-ya. Sen buni bir ta'mini ko'rgin. Keyin men uchun ham, o'zing uchun ham dadamdan pul so'raydigan bo'lasan. Yo'q, iltimos. Xo'p. Nima desangiz roziman. Iltimos, faqat menga tegmang. Iltimos, siz aytgan pullarni hammasini topib beraman. Faqat meni tinch qo'ying. Yaxshi. Uyg'onganimda pul tayyor tursin. Barchasini ko'chaga sovuradigan qimorboz va giyohvand bo'lib chiqdi. Avvaliga payqamadim. Lekin ko'zlari quturgan itnikiday olazarak bo'lib ketardi. Xo'rlandim.
qo'linglar bir yetgach, ularni yerni eng tubiga, eng balchiq joyga tashlab yuborasizlar. To'ydan oldin qop-qop va'da berasizlar-ku, lekin ularni bajarishni tezda unutib qo'yasizlar. Yana nimalarni biling xohlaydi, zaboning aldashdan dast tinmaydi. Endi yolg'onlaring menga o'tmaydi, dilozorlaringga qonmaydi. Bora aylayapsan begona, degan eding o'zing bitta yagona. Amalda bo'lmadi va'dang bir dona, aylading bu dilni sarsoda. Kulmaydi, chidolmaydi, yurak so'nsa istamaydi. Va'dalar, qani o'sha va'dalar, sevish o'rniga qilding-ku menga zardalar. Va'dalar, qani o'sha va'dalar, ozorlar yuragimni yana nimtalar. Va'dalar, qani o'sha va'dalar, sevish o'rniga qilding-ku menga zardalar. Va'dalar, qani o'sha va'dalar, ozorlar yuragimni yana nimtalar. Yolg'oniga yuragimni ko'nmaydi, yuragimdagi nafratim so'nmaydi. Axir bunday yashash o'zi bo'lmaydi, endi qaytib yurak sevmaydi. Yona hijroningga hayrona, bu yolg'onchi dunyoda har qanday sharoitda atrofingizdagi yaqinlaringiz, do'stlaringiz sizni tark etishi mumkin. Lekin siz qay holatda bo'lmang, bir inson sizga hech qachon xiyonat qilmaydi va boringizcha qabul qiladi. U mehri beminnat va benazir onadir. Meni mana shu san'at yo'lidagi tirgagim onam bo'ladi.
Iltimos o'rningizdan turing. Onajon, iltimos mehmonlarimiz qarsaklaringiz bo'lsin. Hozir esa navbatdagi qo'shig'imni onam uchun bag'ishlayman. Bugun sovuq tushibdi biroz, oppoq qorlar, uchqunlar oz, bo'lib qolmang tabibga mijoz. Ona o'tin yoqib berayman, ona o'tin yoqib berayman, ona qo'llaringiz sovqatibdi, bu sovuqlar muzlatibdi, ko'zlaringiz yoshlatibdi, ona qo'lqop olib berayman, ona qo'lqop olib berayman, ona keling sizga g'amxo'rlik qilay, farzand bo'lib ko'nglingiz olay, men ham sizni qadringiz bilay, ayting ona nima olib beray, ayting ona nima olib beray, ona keling sizga g'amxo'rlik qilay, farzand bo'lib ko'nglingiz olay, men ham sizni qadringiz bilay, ayting ona nima olib beray, ayting ona nima olib beray, ona ayting nima istar ko'nglingiz, olib kelar darrov qizingiz, qonun bo'lar ekan so'zingiz, ayting ona jonimni berayman, ayting ona jonimni berayman, ona ne desangiz muhayyo qilay, aytganingiz ziyoda qilay, ona men ham kulgingiz ko'ray, ayting ona nima olib beray, ayting ona nima olib beray, ona keling sizga g'amxo'rlik qilay, farzand bo'lib ko'nglingiz olay, men ham sizni qadringiz bilay, ayting ona nima olib beray, ayting ona nima olib beray, ona keling sizga g'amxo'rlik qilay, farzand bo'lib ko'nglingiz olay, men ham sizni qadringiz bilay, ayting ona nima olib beray, ayting ona nima olib beray, ona Rahmat. Hozir ayni damda sizlarning ruxsatinglar bilan mana shu yerda oramizda o'tirgan onajonimga chiroyli guldastalarni taqdim etsam albatta.
shunday gullab yashnab meni tug'dirgan, dunyoga keltirgan onajonimga ta'zim aytaman. Va albatta hozir oldilarida o'zimni otam ham bor va albatta bu san'at, qo'shiqchilik albatta otamdan yuqqan. Dadam o'zi yosh paytida, yosh yigit paytida san'atkor bo'lgan, qo'shiqchi bo'lgan va albatta bu darajaga erishishimga ota-onamning duolari bilan erishdim. Rahmat, boringlarga shukr. Mana shu yerdagi mehmonlar oldida sizlarga ta'zim etaman. O'rtog'a kel biri. O'rtog'a kel biri. Voy jonima. Voy. Voy. Yer yutsin. Ha? Yuragimga zanjirlab, qalbimga kirma deysiz, ranjitmadim ataylab. Sharqakiman, shandotman, yolg'onchilikdan yotman, xafa qildim nahotman. Ayday bir haqiqatni, xushlamam xiyonatni, bilmayman xushomadni. Erim keldi. Yer yutsin bemahalda. Ater! Alvido deb ortga qaytdim, osmonlarga dardim Uydaman, aytdim. uyda. Xo'p, ertaga ofisga borib hammasini to'g'rilab qo'yaman. Xo'p. Aha. Mayli. Yaxshi o'tirsin qo'shni. To'g'risini ayting, uyda eringiz yo'qmi? Mana shu bankamni xalatingizga solib turing. Joyingiz bormi? Erim ketgandan keyin olib yeyman. Ha, xo'p, yeb qo'ymayman shuningni. Saloni bodringni. Bor choy qo'y. Odam charchab keldi. Kunim bilan o'shdan shu oyoqlarim tufli kichkina olib qo'yganman. Yaxshilab choyni qaytarib tur. Kiyimni almashtirib chiqaman.
Mayka tursugini ham, naskisini ham tashlaydigan joyini bilmaydi. Yer yutsin. Hozir ko'rsataman men senga. Choy tayyor. Tavba qildim. Nima bo'ldi o'zi bu xotinga? Marhamat. Voy, rahmat. Nima bo'ldi? Voy, tavba. Aytmaysanmi? Ha, ayt endi. Sal tushunaylik. Xotin, jonim desangiz aytaman. Ha, xo'p, sen aytganday bo'la qolsin. Yo'q. Ne paydiot? Yo'nim. Normalni ayting. Yo'nim. Qattiqroq ayting. Jonim. Nimaga menga baqirasiz? Normalni mehr bilan ayting. Jonim, nima bo'ldi? Tezroq ayta qoling. Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Nega meni tabriklamadingiz? Tabriklayman. Nimaga tabriklaysiz? Voy, hozir o'zing ayting, tabriklang deb. Bugun qanaqa kun? Bilmasam. Hech narsani bilmaysiz. Tupoysiz. Ha, bo'ldi, bildim. Bolalarimiz birontasi tug'ilgan kunida. Yo'q. Nima bo'ldi? Katta o'g'limiz 16-martda, undan keyingisi mayda, undan keyingisi iyunda, undan keyingisi avgustda, undan Bo'ldi. Undan keyingisi qorinda. baribir tug'aman-u. Ha, bildim. Bu jahillanishingizga qaraganda, meni sevimli qaynanam oyijonimni tug'ilgan kuni, shundaymi? Yo'q. Ha, bo'lmasam nima? Kallangizni ishlating. Bekorga ko'tarib yurmagandirsiz. Kallam bo'lmasa telefonda Google bor. Topdim. Sevimli shoirimiz, davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni tug'ilgan kunlari ekan. Bilaman. Emas, boshqa. Nima unda? Mana siz pivani yaxshi ko'rasiz. Ha. Aroqni-chi? Voy, sevaman. O'sha aroq ichadigan kun qanaqa kun? Sevimli kun. Shunga lar deganni qo'shib oling. Sevimlilar. To'g'rilab ayting. Sevishganlar kuni ekanda. Cheraz aroq olib kelmasam tushunmaydilar. Bo'ldi. Xo'p, tabriklayman. Nimaga tabriklaysiz? Voy, tushunmadim. Hozir tabrikla dedik, tabrikla. Tabrigingizni nima qilaman? Pul-sul, sovg'a-povg'a, tilla-pilla olib kelsangiz bo'ladi-yu. Darding shu ekan, aytmaysanmi? Bu hamma aytganlaring ichida eng zo'r sovg'a pul. Hozir. 1, 2, 3, 4, 5 bor mana. Tabriklaymiz. Sразу seyfiga solib qo'yadi. Choy qo'y. Va? O'zim qo'yib ichaman. Qo'lim bor. Siz menga xiyonat qildingiz. Nima? Menga xiyonat qildingiz. Qachon? Kecha. Va, jilimiz kecha sen bilan birga uyda yoningda yotdimi? Yonimda yotib xiyonat qildingiz. Voy, tavba.
Yonda yotib qanday xiyonat qilaman? Tushimda. Xo'sh, qanday xiyonat qilibman tushingizda? Tushimda podurushkam Sevara ikkalamiz Qashqasuvga boribmiz. Dam olamiz deb. Xuddi bir narsadan qolib ketgandek likillab yetib kelibsiz orqamizdan. Men begemotni go'shidan qovurdoq qilayotgandim. To'xta. Bu o'zimiz Qashqasuvda begemot qayerdan keladi? Bu tush. Tushda hamma narsa bo'ladi. Это сон, дорогой. Keyinch Qovurdoq o'tin yetmay qopti. Men o'tin terib kelaman deb endi uzoqqa ketsam, birdan daryoning ichidan kattagina kit degan baliq chiqib, Sevara ikkalanglar birga yutib yuboribdi. Stop. Begemot deding indamadim. Bu Qashqasuvda daryoda kit nima qiladi? Kit. Tushda hamma narsa bo'ladi dedim-ku, nimaga aralashaverasiz? Nima qilayman shunaqa tush ko'rsam? Ataylab ko'ribmanmi ularni tushimda? O'zlari kirib ketyapti. Qara, sen tashqaridasan. Bizlar Sevara ikkimiz kitni qornidamiz. Men u bilan senga xiyonat qilganimni qayerdan bilding? Siz menga o'sha kitni qornida xiyonat qildingiz. Qanday bilding, xo'p? Bitta odam kelib qoldi. 50 ming bersang, eringni chiqaraman dedi. 100 ming bersang, ikkalasini ham chiqaraman dedi. Endi sen meni qutqarishing uchun 50 ming bergan ekansan-da. Yo'q, 100 ming berdim. Nimaga? Men kitni qonidan nima qilganinglarni bilishim kerak-ku. 100 ming berdim. Katta chuvuq topib keldi yog'och. Hali kitni burniga bundan ish qilavdi, aksirda keyin qusib yubordi ikkalanglarni. Xo'p, ana endi tashqariga chiqibmiz. Ichkaridagi bo'lgan narsani sen qayerdan bilding? Voy, ustinglar ho'l-ho'l, yirtiq-pirtiq bo'lib tushdi-yu. Kitni oshqozonida katta tishlari bor ekan. Shu tishlar tep-tep kiyimlarimizni yirtib yubordi. Aldamang. Kitni oshqozonda tish nima qiladi? Uni og'zida ham tish yo'q, xo'pmi? Voy jonim, tushda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu meni tushim, xo'pmi? Между прочим, meni tushimga siz aralashmang. Keyin uyg'onib ketdim. Rosa afsuslandim. Nimaga? Rosa afsuslandim. Nimaga ham 100 ming berdim dedim. Nimaga ham 100 ming berdim dedim. Naqdda 100 ming bersang. Undan ko'ra 50 ming berib sizni qoldirganim yaxshi ichida. U bunasi olardim o'zimga. Luchi shu 100 mingga tilla olardim, boshqa narsa olardim. Bo'ldi. Tushundim. Xotin aka, tushundim. Bu bergan sovg'angiz 50 ming kam, 100 ming berang demaysizmi? Bor yana mana tiqib qo'ygan. Uzoqdan olib kelmasa tushunmaysiz siz. Mana Bizatda tush ko'rishim kerak, ya'ni 50 ming olish uchun. Tavba qildim. Erkaklar hamma shunaqami? ishlatib qo'yma. Nimaga? Voskreseniya dam olish, bozorga boramiz. Voy, ko'ylaklar olib berasizmi? Mol bozorga boramiz. Yana sigir olamizmi? Sigir olamiz. Uf, 5 ta sigir yetadi uydagi. Yo'q, 6 ta. Meni hisoblamang. Eng katta o'zingsan. Mayli. Choying zo'r chiqibdi. Rostami? Qo'y yana. Qo'y. Voy mana. Bu choyingga turshak qo'shdingmi deyman, ha? Yo, nastarin qo'shdim. Gvozdika qo'shdim. Imbir, limon hammasini qo'shdim. Rahmat. Hamma oyog'ingiz ostida o'sadiganlarni barini qo'shib yubordim. Yaxshi bo'ptimi? Voy shirin, xotin shirin. Sen kayfiyating qanday yaxshi bo'lsa, choy ham xuddi shunday. Mana shunday. Ko'p aljiramang xotinga o'xshab, soatga qarang necha bo'ldi? Soat 7:30. 7:30? Voy o'lsin. Men konsertga bilet olib qo'yganman ularning konsertiga. Endi 7da boshlanish kerak edi. O'tib ketdi yarim. Endi nima qilasan? Ketdim men. Yer yutsin. Qarang bolalarga sigirlarni ham o'zingiz sog'ing bugun. Voy o'lsin, men bankam qayerda? Hey, qo'shni bankam bering. Olib keling. Men tugul qo'shning ham yeb qo'ymasdi shu. Konsertda yeb o'tiraman-da. Mana qarang. Iltimos bolalarni yig'latmang, urmang, so'kmang. Sigirni yerini sekin torting, mo'ramasin. Xo'p. Glavniy choy bor. Sekin, yo'lda yana tug'ib qo'yma. Ish qilib konsertga omon eson borib kelsin. Kelib yana tush ko'rmasa bo'ldi bu xotin. O'rtog'i
Ana endi hozir Xorazmchasiga qani ketdik. Canım alır kaşlarının karası, sevgi oldu dilgiden yarası. Ova ova dep türedi yanımda, aklım aldı Xorazm'ın balası. Sevemendir bakıp beni yüzümge, aşık bulup kaldım deydi özümge. Gül getirip geleverdi yanımga, işanıp kaldım hemen sözünge. Sevemendir bakıp beni yüzümge, aşık bulup kaldım deydi özümge. Gül getirip geleverdi yanımga, işanıp kaldım hemen sözünge. Canım alan kaşlarının karası, sevgim oldu gülginen yarası. Ova ova dep türedi yanımda, aklım aldı Xorazm'ın balası. Canım alan kaşlarının karası, sevgim oldu gülginen yarası. Ova ova dep türedi yanımda, aklım aldı Xorazm'ın balası. Sağın gel de gelmeyin güydüren, canım diye erkelep süydüren. Kızla gegem atıp atıp yanımda, reşkotüde beni bir gün öldüren. Sağın gel de gelmeyin güydüren, canım diye erkelep süydüren. Kızla gegem atıp atıp yanımda, reşkotüde beni bir gün öldüren. Canım alır kaşlarının karası, sevgim oldu dilginen yarası. Ova ova dep türedi yanımda, aklım aldı Xorazm'ın balası. Canım alır kaşlarının karası, sevgim oldu dilginen yarası. Ova ova dep türedi yanımda, aklım aldı Xorazm'ın balası. Lobarxon Zahidova, Guldiroz Qarsayina. Tashakkur azizlar. Qadrbaland qadrdonlar, endi bugungi ushbu yurakda deb nomlangan dasturimizni homiylari bilan tanishtirib o'tsak, Rich Travel va ular bilan birgalikda mana ko'rib turibsizlar, Number 1 studiyalarimizdan bittasi bo'lgan zamonaviy texnika, zamonaviy yondashuv bilan Best studiyasi va birgalikda Rahmatullayev Show, Barakat Doniyor Family restoraniga o'z minnatdorchiliklarimizni bildirib, bir qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Va alohida Guldiroz qarsaklarimiz Zarif Qodirov hamda jamoasi Faiz guruhiga ham olqishlar bo'lsin. Qolaversa, sahna ko'rinishlarida ishtirok etgan aktyor aktrisalarimizga ham alohida qarsak chalib qo'yasizlar va davramizni bezab turgan yangi davr raqs guruhi uchun ham qarsak yamasaydi. Ovoz operatori Dilshod Akramov, chiroq ustasi G'ayrat Shamshimetov
va bugungi davramizni konsertimizni chiroyli qilib olib borishga harakat qilgan men va birgalikda Javlon Saidov, Erali To'lametovga olqishlar va Lobarxon Zahidovaga Gulroz qarsaylar. Bugungi konsertimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. 2 soatlik dastur sizlarga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Keyingi mana shunda bayram konsert dasturlarida barchangizni kutamiz va albatta jo'shqin tarona go'zal sahnada. Yana bir bor xush kelibsizlar. Tashakkur. Salomat bo'linglar. Rahmat azizlar.